Demek opamiz jigar sirozi bilan kelyapti. Gepatit va B, D nimalari bor? B va D viruslari bor. Hozir mana biz MSK testini ko'rsatamiz. МСК признаки диффузии изменения паренхимии печени, уменьшение объема печени, цирроз печени, умеренная портальная гипертензия, оксид малого таза, сплиномегалия, холецистит с инфильтрацией parapuzirni klетчатки. Bu yerda endi o'sha jigar kichraygan, qattiqlashgan, jigar sirrozi hosil bo'lgan va shu yerda qorin bo'shlig'iga suv to'plangan. Qorin bo'shlig'iga suv to'planib turib, yana o't xaltasining atrofini ham yiringlatgan. Kechirasizlar, eng yomoni bu yerda qorinda suv to'planib, bosim oshib turib, bu yerda qizil o'ngachda, значит, grija pishuvого отверстия deyapti. O'sha nima deydi? Nimani anaqasiga bergan. Qizil o'ngach yonida teshikdan nimaga o'pka sohasiga, ya'ni ko'krak qafasi tomonga grija holida demak o'tgan. Mana. Xo'p, endi hozir opaga ba'zi bir narsalarni tushuntirdim. O'zi qayda va nimalar bilan davolanyapsiz ayting. U davolasa bo'ladi, davolasa bo'ladi, lekin juda kuchli parhez qilinadi. Parhez unaqa qizilcha nimalarda rol o'ynab olmaydi. Shunday parhez qilish kerakki, jigarga yuk tushmaydigan holatda siz uchun to'liq ozuqaviy mahsulot tanangizga tushishi kerak. Oqsil, yog'lar va uglevodlar, mikroelementlar ham. Agar siz boshqacha parhez qiladigan bo'lsangiz, unda qiyin. Endi qizilcha bilan sabzini ham sokini ichyapman deyapsiz. Qanchadan beri ichyapsiz? Bir oycha bo'ldi. Kim buyurdi uni? O'zim uchun o'zingiz. Bir yerdan YouTube'dan ko'rdingiz. Bu samolicheniya, o'zim lecheniya bilan shug'ullanmang. Endi bu ham yaxshi narsa agar qaynatib ichsangiz. Agar uni xom ichadigan bo'lsangiz, tanangiz ahvoli og'irlashadi. Tushundingiz? Endi bizda viruslarga qarshi badlarimiz bor, uni beramiz va umumiy gepatit B'dagi ham dorilar beramiz, lekin asosan jigarni mustahkamlovchi gepatoprotektorlar beriladi. Lekin sizda bitta muammo borda, bu portalniy gipertenziya deyapti. Bu ancha kasallik kuchayib ketdi degan. Shuning uchun agar perisadkaga ham harakat qilib turavering, lekin shu holatda ham umringiz uzayib yuraverasiz va agar yaxshi tomonga o'zgarish hozir davom etib qolsa, 1,5-2 yillarda jigaringiz yangi holatga kelishi o'zi ham mumkin, lekin bu juda katta mehnat va intizomli davolanish talab qiladi. Turli xil sabablar bilan intizomni buzsangiz, parhezni buzib qo'ysangiz, har xil dori darmonlarga o'tib ketib qolsangiz, unda qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz faqat parhez bilan 100% shifobaxsh ovqatlar bilan davolashga harakat qilamiz. Qora tovoqqa stent qo'ydirdingiz. Nima o'zgarish bo'ldi qora tovoqqa stent qo'ygandan keyin? O'zgarish shu qornimda suv yig'ilishgan bo'ldi. Keyin o'sha to'loq nisbatan kichraydi, ozgina kichraydi. Shu deyarli hech narsa o'zgarmadi. Lekin hozir mana qorningiz og'riyapti, sanchyapti, qorinda va oyoqlarda shish bor, to'g'rimi? Lekin o'zim ehtiyotimni qilib yuraman. Hozir proteusli preparatlar ichyapti, sulfavir bilan tenofovir ichyapti. Endi sotuv nomlari har xil, lekin hammasining kimyoviy tarkibi bir bo'lib turibdi. Xo'p, nima gaplaringiz bor yana siz bizga? Ko'p. Nima uchun olyapman? Sizni 15 kun yoki 1 oyda kelganingizdan keyin shu farqingizni ko'rsatish uchun insonlarga va qolganlarga ham umid bag'ishlash uchun kelishdik. Alloh shifo bersin. Bu YouTube'imizga qo'yamiz. Sizning familiyangizni yozmay qo'yamiz.